o'zingizni tavus pichishni bilaman deb o'ylamsiz. Mana bu tavus pichishning eng yuqori pallasi. Ma hunarlarni o'rganib, uyingizdan kelgan mehmonlarning ko'zidan o't chiqarib o'ting. Birinchi xil usul. Ikkinchi xil usul. Üçüncü xil usul. Tavuzni 4 parchaga bo'lib olamiz. Andan filmdagidek shapig'idan ayirib olamiz. Andan yan tarafdan 2 pichoq uramiz. Yana bir tarafdan yana 2 pichoq uramiz. Andan üst tarafidan 2 pichoq uramiz. Shuning bilan meva etini qachiq silib, tushko'liq bilan sanjib yeysiz. 4-chi xil usul. Filmdagidek 4 tarafini kesib olib, meva etini ajratib olgandan keyin yapiloq to'g'rab to'nglatqi silib, bingor qilib yesangiz vay. Alomat pechat bo'ldi. Albatta, abiyatin kesish jarayonida ortiq chiqib qolgan yerlarni isrof qilib etishkim bo'lmaydi. Ularni ushaq to'g'rab olgandan keyin meva ezish mashinasi silib, bo'lishiga ezib, ustiga meva uyutmasi qiyamini qo'yib, raus aralashtirib olgandan keyin nahayat isil tamlik bir qacha tavuz uyutmasi tayyor bo'ldi. 5-chi xil usul. Altıncı xil usul. Yoqtirgan bo'lsangiz meni qo'shilib, burun filmlarimni ko'rib beqing. Har kuni bu shunday yangi mazmunlar yo'linib turdi.